bu qaytib safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Ha, ma'qul. Samimiy vaqtga men tez chiqdi. Tez chiqib kiray. Mana siz sovuq qildingizmi mana? Mana, rahmat. Kim o? Men. Kim da bu keçoğunu? Arama ağlım koymaya dedim. Bu siz gelsiz koy. Bırakışınız var mı de? Ya başka iş mi yok? Bunda işte birinciden hem de ilanı suratga olamiz emasmi? Shuni bu sizning qanday maslahatingiz va bergan qanday fikrlaringiz va shuni anglag'ach sizni yo'qlab kirgan. İkincidin-chi. Ikkinchidan ishni paralasak bo'lamdi. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Oy, to'xtang. Nim bo'ldi? Oy, esingiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsa. Nima yeymansa? Mana ma'niya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangirpin to'zdirib bo'lsa, samirib ketishdan ansirmisingizmi bo'ladi. Ham bir xil payza. Parvona shirinlik kangirpin to'zdiri. Ha, yüzünüzni sizmi asraydi ekansiz? Ha. Ma qamlashmada vallahi mava. Nimasini ishlatasiz? Pari diyor ne? Ma arak içsek bulmaydı. Ha, ishimiz o'xshash mahsulot ishlatar ekanmiz. Hacım yok o iş kılır ekanmiz. Kela. O'tir, başda o'tir. Shuni yaxshiganda teringiz, ha? Boldiqlar toza. Yuzanın terisini asrat qilib endi 5 minut oldi. Pari diyor deb ketdi. Sen zay ketdi o mahsulotlar. Qanda olsa men uchun baribirdan bo'l. Yaxshi tanishib qoldik. Dasa, xo'sh. Bu hayatının məsləhətini qılımız degen ki şu gapni qilishaylam ya da. Endi aytning gapini aytishmiz. Ha, oldinlar mana bir e'lon. Ay men. E'lon. Ya ben tartışmayman. Ben. E'lon baş tutan. Urushmasdi, tepishmasdi ekan. Shuni yaxshi tanishib qoldik. Xo'ja. Mana men mo azaldan birsiga aroq qo'yib boqmagan. Ig'zimni chiqib tunjoq sizga aroq qo'yib qoldim. Rolni amma bek yaxshi olsizmi? Rahmat, o çoğun öyleniz lekin ben ras aroq içim. Voy qarang, men bu ishamaydim dang. Mavu burun aroq qilsam, ayolim meni uydan qovlaydigan. Ya sizning qovlaytam deya. Lekin biz hozir Turpandadang, ha. Ayolimga telefon qilib men xultib qo'ydim. Atdigan biz qanday ish beshimiz kelganini tang ko'rimiz qarang. Shunami? To'g'ri. Ha, to'g'ri. Biz-chi hozir bir yo'ldik sabdoshlar bo'lib qoldik. Onun ustiga ishimiz o'xshash mahsulot ishlatar ekanmiz emasmi? Xo'ja. Ma aroq reaksiya qilib men ras içemmaymiz, zo'limi saluvchi bana. Reaksiya? Ha, mana ko'nlarning bir gapi bor emasmi? Badanni ko'targan ustixon, aroqni ko'targan qusqon debgan. Xo'ja. Men Ma aroq emas, shpa.
Ha, Rishatka bu Ay, mundaqki. ma Rishat Ka emas, Rishat Aka. Siz deyotgan Rishat Ka degan narsa, tümenasi shu, men Rishat Aka, Rishat Aka. Ya, aka men shu Rishatka demadim, Rishatka dotdim. Rishat Ka emas, Rishat Aka, Rishat Aka. Ha, ma'qul Rishatka. Mundaqki, sizni bir kun saqiltib, chapalib qo'ydik. Ranjimang. Endi ma'lum kuni ishmisangiz bizdan qattiq ranjibdi deb bilib qolamiz. Shunaqa bir hech kimga hech nima bo'lmaydi. E'lonimizdan yaxshi bo'lish uchun bir necha bo'lsak hech nima bo'lmaydi. Shundan balloq. Mana. Abayqa hurmatingiz. Mavod navbatingiz. Tejam elektron sodichaklik şirketi Turpanga Safar filmini alohida qo'llagan. Kimden isteyeyim abi? Abi şimdi ağırt. Könglim. Men bek mesop ketibdi acaba. Acayip hava verdim ha işte. Nereye kesmem de baştı ne? O baş ne? Tıkım ağırtıp bana. Bana bir anamcılık. Of. Ya kimden işte ya? Kavalı belki başına ağırttı ya. Vay! Ya ne bu kitabı? Ya sana oldun mu? Ha? Neymiş kosu? O yani işte o yoğun içtim bir sakaydı. Nim turdu? Yo'llasida ketdim bir soka qaraydi. Ey, o saypida yo'g'on juma ishni qara. O kirib qoldigan bo'lsa bizni tishlab bayram qo'ydi juma u. Bol so'zlayvermagina, attigani boshni og'ritib, men qarab boqay bo'ldi. Yo, chiqma, tishlaydi u, chiqmagina. Bo'ldi, og'zing shumgina. Rost ketdim bir soka. Ha, rost aytamanmi? Bormika? Bosi bo'lmasa baribir. Bu yatakqa nim bo'lib paydo bo'lib qoladi. Men nimani bilaman. Voy, sen kelib qarab baqashqa. Yo'q. Sen çok qandaroq tursa. Vay, bek bir aram. Kallamda og'ir o'tirdi. Akşam 5 chiqib o'tqayapmiz. Enim ketdim yatak.
Kecha birisi urushdimi? Voy, men nima bilaman. To'xta. Biz bu yotoqqa qanday olib kelib qoldik? Shu. Biz bu yerda nima ish qilamiz? Qizni qeri mashit nima ish qildi bu yerda? Kim akirdi mana? Qanday akirgan bo'lsang, achkicha yurgimni oldingmi u? Bo'ldi, o'zim besib olsam bo'lmamdi. Nimani jiq so'zlaysan? Bu ishni kim ekanini biz neydan bilmaymiz. Amiz qanday akir qoldi? Bizlar qo'l tutishib, bunda kir deydinglarmi ega? Voy. Qo'l tutishib kiramdi, qanday kirsa mening ishim yo'q degina. Bu ishchi, mush yotoqda bo'lib qolsin, sen bilan yotadi. Men bildim. Sen meni ishdan qo'rqdi deb, mashina sen kiribsan-da? Men sana aytib qo'yaman-ku, men ishdan qo'rqmayman. Akşam nima ishlar olib ketdi? Voy tangay, men ishimni eslaymadim. Yasin. Mana Sepini o'qdi. Voy, men baqilaganman uni. Sepini chaqirmada chiqsam, ochlikka qo'lab meni tishilsa andin-da. Voy, ishing qilaman-a? Qilamda aytmadi. Mondo ishda, voy, qanday paydo bo'lib qoldim edi. Bo'ldi, zvoning jiqday. Voy, bo'l so'rmagan bo'laysan-da. Voy, men nima so'zmay ekanman? Qarab baqaman qilayim qanchilikqa, cho'qim og'uy qilgandim. Ishda shu. To'li ishqi to'kmat qilmag'ina. Ishdan o'tib boshog'i tutganim ekansa. Voy. Sepi. Buni ketgandan-da. Sepi. He. Tejam elektron savdo cheklik şirketi Turpanғы safar filmini alohida qo'llagan. Menimcha akşam bo'lgan ishlarni cho'qim mush bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Nima qo'ysan? Uxlab qoldingmi? Birdan uxlayman. Qanday xotirjam uxlayotsa, bir munch ishlab kelsa, o'zing chiqi, suv chilinab degina. Nima ish bo'ldi? Oshni sakeldingmi? Qochdi. Ana. Bu ish bir nima ish qildi? Osham bizlar sovrinni bila o'tadimi? Voy, kim bilan o'tasa men uchun baribir. Akşam yüzvege ishlar sinag'maysan yo'qmi? Qaysi ish? Voy, bo'ldi so'ramadim. Bu yoqqa qanday kirib qoldik sodi? Hech qaysining esida yo'q. To'g'ri? Akşam biz Rishad mehmon qilmizda buning yotoqqa kirgan-ku. U cho'qim bizga rahmat aytish uchun o'sha yotoqqa o'rlashtirib qo'ydi. Isim keldi. Yilqi, men bilan o'xshash Farida o'yinlar maslahatini ishlatirgan bo'lishi yo'q. Amsi masht. Bu ish mencha cho'qim Rishadning ishi. Unda olsa Rishadga telefon qilib, bir rahmatimizni bildirib qo'yaylik, Çatak çıktı. Nima ish bo'ldi? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qish ish qisbakan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Acayip o'xshabdi. Qizim, yana birchini aytchiqing. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanday qildingiz? Parvonadan so'rang. Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi.
Ha, andanchi. Rishad ishparini ko'tirib yotoqqa kirib ketdi. Oh. Hey,